Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar, bugungi videomuz joy temasidan bo'ladi. Glavnisi obunachilar gazi, toki, suv boyidan. Ko'pchilik qiziqadigan gazi boyidan glavnisi. Gazi o'tib turibdi, gazdan muammo yo'q deydi. Manzilga keladigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 kilo tumani Istiqbol ko'chasi bo'ladi, 18-uy. Shu joyimiz yana. Tayyor, yashayveradigan joy. Srochniy sotiladi. Bir de darvozadan ham kelsa bo'ladi, bu tarafdan ham kelsa bo'ladi. Kanalda da sevgili abone olamiz. Bir like bas koşan unutmayınız. Üçüncü joy alamanda bilgen dostlarına videonu taşak koyamız. Glavnisi gazlı bayıdan. Köpçilik qiziqadigan gazlı bayıdan. To'q üstünden o'tib turibdi. Şu joyimiz. İçeriga girib tanishtirib chiqadigan bo'lsak. Kanalda da sevgili abone olamiz. Bir like bas koşan unutmaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Joyning ichine girsak, atapini o'tgayni. Ko'tarma poli ishlangan. Bir de bir xonamiz. Poli ishlangan. Atapyanali poli ishlangan. Bo'stondan gaz boyidan jag'alamada bo'lgan do'stlarimga obunachilar videoni tashlab qo'yamiz. Yana ko'tarma poli ishlangan. Bir de esa banya uchun oddiy xonasi ishlangan. Bir de xonalarni ham ko'rsatib bersak. Yana bir de bir xonasi. Pollangan hemen joyini atapyonu o'tgan. Bir de bir xonasi. Poli patologi moylarkidan tortilib turibdi. Tayyor. Bir de bir xonasi sparning. Patologi poli beram tayyor holatda bitib turibdi. Bir de xonalar bor, ko'rsatib beramiz. Bu tarafda orqaga chiqaverishimiz bu. Orqaga chiqaverishimiz bo'ladi. Orqasidan meni nevesta ishlangan. Yer maydonida keladigan bo'lsak, o'pishi 6 sotik ekan, dokumentani 6 sotik. Dokumentdan muammo yo'q dedi. Bir de yana tovuqxona, molxona solingan. Yerlar ham ajoyib ekan. Nevesta ishlangan. Bu tarafdan ham chiqsa bo'ladi. Oynalar, ak oynalar qo'yilgan hammasini. Bir de bir xonamiz bir esa banya uchun ishlangan. Birini kichkina koridor ekan. Bir de bir xonamiz sparning. Bir poni aboyi, poli, patologi bitgan joylar paydalarni deydi, atapyanlarni deydi, bitib turibdi bu yer. Bir yerda mina bir xonamiz. Poni bir yerda mina aboyi, poli, patologi joylar payda hammasi ishlangan. Bir yer obunachilarni mashin qo'yish uchun garaj hisobidan meni mashin qo'ysam bo'ladi. Bir de ko'tarma poli ishlangan. Bir de orqa tarafga chiqib ketaverishimiz bo'ladi. Bir de atapyanali o'tgan. Ponni. Hozir kuxna hisobini shak qo'yibdilar. Birina yo darvoza. Obunachilarni darvozadan ham girsa bo'ladi, bu tarafdan ham girsa bo'ladi. Ko'rdinglar joyni holatini gazlayni o'tib turibdi. Shu joyimiz bo'ladi yana. Mana bahasına keladigan bo'lsak, bahasi 40 ming dollar aytilib turibdi. Bunga aytilishi 40 ming. 40 mingdan bilan bo'lsa qaytib kelish beriladigan yeri bor ustunda. Ekranni pastda telefon bilan qoldirib qo'yaman. Bemalol o'zlaring kelib, ko'rib, savdolashib olsanglar bo'ladi joyni. Men obunachilarga neydan kirib kelish yo'llarini ham ko'rsatib beradigan bo'lsam. Yo'llarga keladigan bo'lsak, obunachilarga Omongeldi ko'cha, ibida 61-maktab bo'ladi yana. Istiqlol ko'chasi oxirgi ko'cha bo'ladi. To'g'ri borib chap o'ynatsak obunachilar. Bu yo'ldan to'g'ri ketadigan bo'lsak, to'g'ri bozorga chiqamiz mana. Orqa tarafindagi darvozaga. Shu yo'limiz yana. Oxirgi ko'cha, chap aylanamiz.